Assalomu alaykum, bizlarni kuzatib boruvchi obunachilarimiz, hamyurtlarimiz. O'tgan videoyimda aytib o'tganimdek, bugun 4-darsligimiz binolarning tashqi fasadi uchun ishlanayotgan, O'zbekiston uchun yangilik bo'lgan Fastino mahsuloti haqida tanishtirib o'tamiz. Bugun ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan mohir ustamiz Nasimbek ham tashrif buyurgan. Nasimbek aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, sizlar yaxshimisiz? Nasimbek aka, bugun Fastino mahsulotimizda ish jarayonlarida qanday mahsulotlardan foydalanamiz? Mahsulotlarni tanishtirib o'tib, ish jarayonlarini ko'rsatib berasiz. Mana hozirgi kunda trendda bo'lib turgan Fastino mahsulotimizga ketadigan materiallarni aytib beraman ustidan. Birinchi dastlabki holat, devorning holatini ko'ramiz, boramiz. Qora suvoq bo'lsa, ustidan oddiy gruntovka bor-ku, oddiy gruntovkadan berib olamiz. Changini bosib olish uchun. Undan keyin dekorativniy shpakilovkamiz bor. Kristal firmasi firmasiniki. Shu dekorativniy shpakilovkadan devor tekis bo'lsa, bir sloy tortamiz. Agar notekis bo'lsa, ikki sloy tortib olamiz. Undan keyin yengil shkurka o'tiladi. Shkurka o'tilgandan keyin gruntovkamiz bor. Kristal. Akriloviy gruntovka. Yomg'ir suvi hamma narsaga chidamli. O'sha gruntovkamizdan beramiz, ikki sloy beramiz. Undan keyin ikki sloy jemchuq beramiz. Kristal firmamizniki, o'zimiz firmaniki. O'sha ikki sloy bu jemchuqdan berganimizdan keyin Fastino oxirgisi Fastino. Fastinoning oxirgi yetib, ishda yakuni Fastino bo'ladi. Uni maxsus bunday chakchak asosida gul solamiz. Buni har bitta do'konda topsa bo'ladi. Agar hech qayerda topa olmasalaring, o'zimizning Qo'yliq bozorda Kristal do'konimiz bor. O'sha do'kondan topsalaring bo'ladi. Buni urib, andavoda gul chiqaramiz. Uni ish jarayonida ko'rsatib ketaman, qanday gul solish, qanday gul chiqishini. Keyin lakimiz bor ustidan. Kristal o'sha firmamiz o'zining maxsus laklari bor. O'sha laklarini beramiz. U asosan lakimiz mustahkamligini oshirish maqsadida, yanada chidamli xizmat qilish uchun beriladi. O'zi lak bermasa ham, o'zi ham ancha-muncha chidamli narsa. Mahsulot. Xudoga shukr, shu 2 yildan beri shu mahsulotdan ishlab, obyektlar topshiradigan bo'lsak, shu kungacha Xudo xolasa yuzimiz yorug'. Bundan keyin Allohim yuzimiz yorug' bo'lsin. Mana Fastino mahsulotimizga ishlanadigan mahsulotlar haqida ozgincha tushuncha oldik. Endi qilish jarayonlarini ko'ramiz. Ustidan mana doskamizga X sloy shpakilovka tortib, shkurka qilib, ustidan gruntovka berganmiz. Endi buni ustidan X sloy jemchuq berib, ishimizni davom ettirsak bo'laveradi. Qani bo'lmasa boshladik. Bizlarni kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz, ishimizning oxirgi etapiga hammani yetib keldik. Fastino urish jarayoniga. Nasimbek aka, Fastino mahsulotimizni suyultirish jarayonlari, qancha suv qo'shiladi, o'sha jarayonlar haqida ozgincha ma'lumot berib keting. Husniddin, bu Fastino mahsulotimizga bir chelagiga yarim litrcha suv qo'shiladi. Suv qo'shishdan maqsad ozgina gullar chiroyli chiqish uchun, gurubligi sal kamroq bo'lish maqsadida ozgina suv qo'shib olamiz. Shtobi haliga yurmonligini oshirish maqsadida ular ishlash udobniyroq bo'ladi. Qo'yiq bo'lsa, juda qiyinroq bo'ladi. Ozgina suyultirib olganimizdan keyin ustidan mana Fastino mahsulotimizni tayyorlab oldik. Endi buni ursak ham bo'laveradi. Boshlashdan oldin Nasimbek aka, bitta savol bermoqchiman. Qo'lingizdagi qopqoqni ko'rib ajablantirdi. Bu qopqoq nima vazifani bajaradi hozir bu ish jarayonida? Xususan bu chakchakni urganimizda, loy ichiga botirib olganimizda loyda ko'proq oladi. Buni o'zini pryamoy ursak, loy grubiyroq chiqadi. O'shaning uchun buni olib bunga urib olamiz. Shtobi
har tomoniga loy tegsa, guli chiroyliroq chiqadi. Faktura chiqarish sal chiroyliroq bo'lar ekanda bu. Mana olib har tomoniga tekis olsa bo'ladi-da buni. Buni har tomonga qaratib ursa bo'laveradi husndan. Shunda chiroyliroq chiqadi. Asosan bu yerda qo'l ishlatishga ham bog'liq Ha, ekan. hamma narsa shu asosan shu narsaga bog'liq bo'ladi. Keyin bu Nasimbeki, misol uchun ustiga chiqib qolsa, nima desa bo'ladi, unaqa qilmaydi. Kichik urib to'ldirib Ursa bo'laveradi. Ha, buni stigini ulash ham juda oson hisoblanadi. Bu haligi stig bo'lib qoladigan narsa emas. Ketidan ulab ketaverasiz. Ha. To'xtatgan joyingizda ulab ketish stik bildirmaydi. Yo'q, umuman stig bildirmaydi. Mana ozgina sergitib olib turib, mana kam joylariga ursa bo'ladi bemalol. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, buni bitta urib olgandan keyin bir kuzatib turib, kam joylariga tektirib, to'ldirib olib, chiroyli qilib gul chiqarsa bo'ladi. hozir mana urib olganingizdan keyin Nasimbeki buni pryamoy pardozini Yo'q, ozgina sergitamiz ustidan, o'zi ozgina sergisa, ezganingizda guli boshqacharoq chiqadi mana. Mana fastinovimizni urib ham oldik. Endi ozgincha dam beramiz bunga. Mana urdik, ozgina sergib oldi. Endi bunga faktura bersak bo'laveradi. Ozgina ezib, bunday har xil turda ezsa bo'ladi. Gullarni. Shak atachentoga o'xshatib chiqarib olsa bo'ladi. Yana ozginadan keyin silliqlab chiroyli qilib tekizlab qo'ysa bo'ladi buni. Hozir birinchi bosqich ezishimizni boshladik. Mana endi ikkinchisini ezsak ham bo'laveradi. Ancha sergib qattiq qoldi, bemalol qattiq ezib olsa bo'ladi mana. Ishqalab, chiroyli qilib, silliq bo'lib ketadi o'zi. To'rtinchi darsligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Qilingan ishimizni ko'rib baho bering. Nasimbeka, sizga ham vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat. Bizni mehnatimizni qadrlab chaqirganlaringiz uchun kattakon rahmat. Ishlaringizga rivoj. Sog' bo'lasiz. Bizlarni kuzatib boring, bizdan yiroqlashmang. Keyingi darsligimiz Teodorito mahsulotimiz haqida bo'ladi. Tristar Color sifat yo'g'ligi tanlovda adashmang.